İkinci kısım 10. bab 1953 yılı Ətiyazda toğraqlıqның süzük külləri bir-biriga uluşup ketdi. Goya yerga erişken dehqonlarning xo'shalliqi tabiatni ta'sirlantirgandek qum bo'ronmi o'zini ko'rsatmaydi qo'ydi. Namrat dehqonlar xuddi shirin tush ko'rayotgandek tuyg'uga yurishadi. Tushimizdan uyg'onib ketsak, hamma ish asli kelib qolarmi deb ansiragandek o'zlariga bo'lingan yerning beshiga berib, yerning beshiga qadalgan o'z ismlari yozilgan taxtayning shu peti turganligini ko'rganda xotirjam bo'ladi. Salih Babkarning 18 yoshlik nevrisi Abdug'ani Axun tong xira-shira yo'rishig'la katmanni ilib etizga chiqib ketdi. Ularga bo'lingan yer mahalliga yaqin bo'lib qolmay munbat edi. Ular Vilaxunlar bilan qo'shni o'tiradi ham Vilaxunning mushu bir parcha yerini ijaraga ilib teriydi. Uning dadasi umrvoyat mushu yerga ishlab o'tgan edi. Endi bu yer ularga tava bo'ldi. Bu yerni ularga kompartiya berdi. Endi uni hech kim ulardan tortib olmaydi. Abdug'ani Axun tunidan og'dirib bo'lgan yerning beshiga berib, qop-qora ko'rinadigan nam tuproqdan olqiniga elib, burniga yaqin akilib rohatlanib turdi. Dangallarni ezib, olqinida uzoq tutib turdi. Ko'nglida nima tirishni, qanday hosil elishni ditlab, fuqullarning usti-beshini yengilashni, onasiga ko'ngliklik, dadasiga yangi o'tik elib berishni o'ylab planladi. Ko'nglining cho'nqur bir yerlarida tegi hech kimga tinmagan armonlarim bor edi. U Vilaxunbayning qizi Zeynabni elishni orzu qiladi. Zeynab kichik vaqtlardan tortibla Abdug'ani akam deb uning orqasidan chiqmaydi. Xafalig'ini, xushlig'ini uningga aytaydi. Kapsiz o'g'il bolalar bo'zaq qilsa yoki tuqqanlardan ranjisa Abdug'anini akamga deyman deydi. Ota-onasi bergan tatliq turimlarni uningsiz yemaydi. Hech qanday o'yinni uningsiz o'ynamaydi. Zeynabning hech kimga o'xshamaydigan chiroyi, chechanligi, saptiliqla emas, tarsa johilligi, qilaman degani qiladigan o'z beshimchiligimi uning ichini kuydiradi. U xeyli cho'ng bo'lguncha Zeynabdan boshqa qiz bolaga nazar ko'zini solmadi. Shunda qilib balliq chog'lardagi hamrohining qachonlardadir o'zining yigitlik qalbini egallab olganligini sezmayli qoldi. Ilgari jahonga patmay qolgan Vilaxunlar boyliq va imtiyozdan ayrilib qelishi bilan Abdug'ani Axunning bu armonga yetishiga to'salg'u qolmadi. U yezi aktivlarining biri edi. Ammo ichidami inovati bor edi. U bu inovatidan foydalanib, fursat bo'lsa Zeynabni qo'g'didi, asradi. Uningga va dadasiga, akalarga xufiyan yordam qildi. Birli yeri Zeynabdagi yangi hukumat e'lon qilgan nikoh yashiga to'shmadi. U Abdug'ani Axunni aksidek yaqin ko'radi, hurmat qiladi. Abdug'ani Axun nemishqidir Zeynabga to'y qilish to'g'riliq eg'iz echishga petin olmaydi. Eg'iz echib qo'ysa Zeynabni o'rkitib etilgandek, Zeynab uningga ikkinchilab yaqin yo'llamaydigandek tuyuladi. Qisqasi uningda o'zini Zeynabga loyiq kelmayman, uningga noyati esil yigitlar loyiq deb hisoblaydigan anishim bor edi. Atrof bora-bora yo'ridi. Etizda odamlar paydo bo'lishga boshladi. Ular Abdug'ani Axunning birmuncha yerni og'dirib bo'lganligini ko'rib, g'ayratga kelgandek bo'ldi-da, qilin choponlarni selib tashlab, belini mahkam bog'lab, ketmatlarni o'ynatishga boshladi. Etizda ayollarmi paydo bo'ldi. Ularning to'lisi paxtliq choponlarning ichiga ushoq gullik chitdak chindan ko'ngli kiygan edi. Ochiq ranglik tovar durdun ko'ylaklarni kiyganlarmi, mata ko'ylak kiyganlarim bor edi. Ko'p qismi do'ppi kiyib, chochlarini ikki tal o'rib, orqasiga tashlab olgan edi. Sal cho'ngroq ayollarla yog'liq ro'mol tarqan edi. Orliqdagi orom elish vaqtida qiz cho'konlar bir yerga kelib, kulki chaqchaq bilan etizni beshib kiyishadi. Neriga etizlar to'plashib, katmanlarga tayinib turishgan yosh yigitlar qizlarga yerning tegidan qarab qo'yishadi,
va ularning diqqatini tortish uchun qo'llariga tukirib katmanni beshidan egiz ko'tarib rosa chepishadi. Qizlarim ularga bilindirmaslikka tirishib ko'zining qirida qarab qo'yishadi. Bir nechisi beshini bir yayvi qilib pishirishadi-da jarangli ovozda kulishadi. Qaraganda bu yil kuzda to'y qo'ynaydigandek qiladi. Ashu vaqt bo'lganda ishlayotganlar birdan ikkidan uylariga qarab minishdi. Yigitlar qatoridagi kiyimlari xeyli yangi, taqi turqimi qamlashgan To'xta qari ismli yigit katminni jigdining shexiga ilib qo'yib, mahalla tarafga emas, qumushliq tarafga qarab manganda hamrohlari orqasidan qari nega deb kulishib qoldi. Yigit yaqindagi uylarning orqasiga o'tibla qadamini tezlatdi va bir pasda mahallaning sirtiga chiqib, bir cheti yiroqdagi qum barxonlarga tutishib ketgan qumushliq do'ngga kelib to'xtadi. Atrofga taqazzoliq bilan ko'z yugurtib, qo'ylarning orqasida yugurib yurgan 15-16 yoshlardagi qiz bolani ko'rganda chiroyida g'o'dig'ish aralashgan xo'shallik parladi. U bir necha qadam oldiga minib, Zeynab deb to'ladi. Qiz to'xtab qayrilib qaraganda, uning chiroyidimi yigitning chiroyiga o'xshab ketadigan xo'shlik chaqnab ketdi. Biroq bu xo'shlik ko'z yumib ochqicha qayg'uli kayfiyatga almashdi. Zeynab, uyingdan birari keldimi? Qo'rsqing ochqandu, olam mavu ko'mashni sana keldim. Yigit belbeg'idan nonni ilib qizga uzatdi. Qo'rsqim ochmadi, men heli uydagilar non akilib berdi. Yigit uning yolg'on so'zlayotganini biladi. Uning uyida hamma odam patparaqchilik ichida. Veyla Humbay kesal. Bu bechora hech kimning esi kelmaydi. Ilgirgi vaqtlarda qo'y beqish emas, tala tuzgimi tuzak chiqmaydi. Amdilikda terisi qaradab, putqollari yerilib, japakesh teqqan qizlaridan farqlanmaydigan bo'lib ketdi. Ilgari uni ko'rsa, beshig ilib ko'tirgudek bo'lib ketadiganlar hozir uni pomishchikning sesi qizi, tayyor deb xinim, qon sho'rg'ish deb tilishidi. Silkib ishqi buyuruydi. Yurish turishlarini ko'z oldida doğrab masxir qilishidi. To'xti qari qizining orqasidan birdan qarab turdi. Uning izo tortib o'zini qochirib yurganini sezib, o'zicha kulib qo'ydi. Belbig'ini yeshib yerga yaydi. Belbog'ining ustiga nonni qo'yib bo'lib, yonchiqdan uzun bir tiziq meg'izni chiqarib, nonning yeniga qo'yib qo'ydi. Qizga qarab, "Non san qoldi. Belbog'ini ati kelib ilib olman" deb tovladi. U qumushliqdan chiqib bo'lib kayniga burilganda, boya o'zi turgan do'ngda Zeynabning orqasidan qarab turganini ko'ribla yuragi o'ynab ketdi. U qizga qarab qo'lini pulanitib qo'yib, mahalla ichiga qarab mangdi. Abdukerim Xaraji ozodlik harpisida 69 yoshida olamdan o'tganda, uning cho'ng nabrisi To'xta qari 15-16 yoshlarga kirib qolgan edi. U aqlini bilgandan tortib cho'ng dadasining qo'lida tarbiyalangachkim ekan, uydagilar uni chiroyidila emas, yurish turish, mijoz xulqdimi cho'ng dadasini tortdi deyishadi. Navrlarning ichida uni cho'ng ko'rishadi. Keyingi yillarda dadasi Elmaxun jahonga beqib uningga biror hunar o'rgatib qo'yish uchun uni to'g'riqlikdagi usta tikuvchiga shogirdlikka olib berdi. To'xta qari do'konga berib, tugma qadayotgan, cho'layotgan shogird bolalarga birdan qarab turibla qaytib keldi va xotin haqning ishi qaptimi men o'gindigan deb ikkinchilab barg'ilolmadi. To'mirchilik, yog'ochchilikdagi ishlarni chalib o'ginibla bo'ldi qildi. U koni kitoblarni o'qishni yaxshi ko'radi. Navoiy, Fuzuli, Huvaydalarning nihoyatda ko'p she'rlarini yodga biladi. Qumushni ushlab qalam yasab, saman qog'ozga ko'rkam husni xatlarni yozadi. Xatlarning cho'rsini naqsh, gullar bilan shundoq chiroyli yezib etadiki, ko'rgan odam ko'zni ololmay qoladi. Ba'zida peshayvonda o'ltirib qalbini shod-shod yugurtib, o'yilda damlab yurgan to'g'rilarni, qoli o'shkilarni yoki o'ynab yurgan ushoq bolalarni shundoq o'xshatib sizatdiki, o'zim hayron bo'lardi. Cho'ng dadasi uning odamlarning rasmini chizishni xo'p ko'rmasimi, sana bu hunarni Xudoyim beribdi,
Bo'lmasa hech qanday usta ko'rmaymi? Mushundaq rasmlarni sizalamding. Lekin sen birer 100 yil burun tug'ilgan bo'lsangiz, Karamat usta xattat ham rassom bo'lib ketadi ekansan, deb uningga dadisidan qolgan muqova bad cho'risi xat oralariga nafis naqshlar sizilgan qo'ni kitoblarni ko'rsatib, xattatlarni tanishtirib ketadi. Dadisi heli mahmu o'g'lining to'lara qalam qog'oz bilan hapilishib yurgani ko'rsimi ko'rmasga saladi. Lekin yangi hukumat bekor talablikka yo'l qo'ymaydi. Osh qalmaslik uchun emgak qilmay bo'lmaydi. To'xti qari kichigidan emgak qilib o'rganmagan bo'lsa-mu, etis ishiga amroq chiqdi. U yer haydigan, yer ag'dirgan, suv tutgan, o'mi o'rgan vaqtlarda herib holdan kesimi noyati xo'shal yuradi. To'pi ostidan bosh ko'tarib chiqayotgan mayslarga, qushlarga g'azan bosgan bog'larga, takshi sarg'aygan to'g'raqlarga qarab hissiyotlanib, birer ikki kublit bir narsalarni yezib qo'yatdi. To'xti qari ilgari Vilaxunbayning qiyirg'anda topgan e'tiborli bir qizi borligini anglagan. Kichik chaqlarda chala bo'lib ko'rgan bo'lsa-mu, yaqinqi yillardan buyon uni uchratmagan edi. Kuzda o'stan chapqili borgan yerda o'ruq sal tatrang'u, tom ikki o'rim chechi beliga tushib turadigan go'yo go'zal husnini yoshirmoqchi bo'lgandek doim boshqalarning keyniga o'tib yerga qarab o'ltirgan g'amkin bir qiz bola uni o'ziga jalb qildi. To'xti qari yendikilarni so'rab, uning Vilaxunbayning qizi Zeynab ekanligini bildi. Emgak boshlanganda aktiv yosh bolalar pomishchikning qizini chiniqtiramiz deb uning zambiliga to'pini toza chingdab usuvatsimi, Zeynab tishini tishlab boshdan oxiriga qilmay ishlab ketadi. Uning qizirib qapoqlarini turgunicha o'rim sochlarini keyniga tashlab zambilni ko'tarib mangan holida kishini ixtiyorsiz qoyil qiladi. To'xti qari sal nerida turib xuddi azaldan ko'rmagan ajoyibotni tomosha qilayotgandek Zeynabga qiziqib qaraydi. Uningga ish og'ritadi. Oxiri bir kuni to'pi usish navbati uningga keldi. Uning Zeynablarning zambiliga to'pini ozla usib bo'ldi qilganini ko'rgan yosh bolalar cho'qirishib ketdi. To'xti qari petini buzmay, nimancha qilsalar, qiz bola tursa, jiniga tushliq ishlamamdi. Kichik turib birer kesal tepib olsa, uval emasmi? Pomishchikning qizimi odam tursa, dedi. Ba'zilar pomishchik odam ekan, pomishchik degan qon sho'rg'ichi, azguchi deb uning ko'kulisiga isilmoqchi bo'lishganda, Abdug'ani axun chiqib to'xti qariga bo'lishdi. Jidal shuning bilan besqib qoldi. Ha desizlar, Zeynabni bo'zaq qildigan bir nechasimi shuningdan keyin sal o'pkilarini besib olishdi. Vazifani tamomlab o'standan qaytadigan chaqda yoshlar kigiz-kechak besilgan harvalarga chiqib joylashdi. Zeynab bilan hech kimning kori bo'lmadi. To'xti qari uning tamtirab turganini ko'rib, uni o'zining harvasiga chiqarib oldi. Harvalar qiz yigitlarning cho'qan suralari ichida qatorlashib yurib ketdi. Bu yerga tutashgan yo'l bo'lmaganlikdan harvalar ko'ni etizlarni bo'ylab gohida qo'yman cho'nqurlardan, gohida qum do'nglardan o'tadi. Harva har bir chayqalganda qiz yigitlar bir-biriga o'rilib, so'qilib, bir-birining to'pisiga yiqiladi. Ko'lki chaqchaq piyachiyalar cho'l qo'ynini bir oladi. To'xti qarilarning harvasi qozon qumush besilgan harva edi. Zeynab harvadagi sho'x bolalardan o'zini qochirib, dumkum turilgan yo'g'on qozonning yenida qozon bog'langan og'amchini tutib o'tirdi. Ertasi saharda uning yuz-ko'zi kiyimlarining qop-qora bo'lib ketganini ko'rib, hammaylar tozalab bilishdi. To'xti qari shu kechasi ot harvasida silkinib o'tirib, bayning qizi bo'lgan bilan erkin aynoq emas ekan, ba'zi qiz bolalardek o'g'illarga surkalmaydi ekan, mushu o'bdan xotin bo'lg'idek deb o'yladi. Shuningdan keyin har ikkilisi bir-birini xiyoldan chiqara olmas bo'lib qoldi. Ammo ko'rishganda qizirib tatirib ikki eg'iz paranglasha olmaydi. Faqatla bir-birining ko'ngligini tuyib, buningdan yoshirincha shodlanadi. Bu ishni To'xti qarining yaqin og'inisi Hasan axun sezib qoldi. Pomishchikning qizini elib saq beshinga og'riq tepib olarsanmikin,
olaman desang qiz bola degan to'lug'u deb nasihat qilmoqchi bo'ldi. To'xti qari uningga qani bir gap bo'la deb qo'ydi. O'zining Zaynabni naqadar yaxshi ko'rdiganligini, uni olmay qo'ymaydiganligini deb yurmadi. Helimaxonning uyidan Zaynabni so'rab elchi kelganda Vilaxon oilasidagilar xushalliqdan qildigan qiliq topolmay qolishdi. İki taraf pütüşüp to'y kunni bekitadigan chaqda Vilaxonning cho'ng o'g'li rost gapni qilganda dadamning kesli eg'ilishib qoldi. Dadamning ko'zi ochiq vaqtida to'yni qilib dedi. Shuning bilan darhol to'yga tutish qilindi. To'y davransiz, ammo ko'ngilli o'tdi. Vilaxonlarning uyiga yaqin yo'riqlar bilan urug' tuqqanlar kelgan bo'lsa-mu, Helimaxonlarnikiga yurt ichi yo'pirilib, degudek keldi. Helimaxonlar dasturxonni kengri selib, yumshoq hamak bilan ho'l quruq yemishni to'kma qilib tizdi. Go'sht besalgan legan oshlarni kayni-kaynidan ilib chiqib, mehmonlarni go'sht bilan to'lig'i to'yg'izdi. Oshdan keyin qiyirlar tishlarini ko'lishib, uzoq o'tirib, ayni yillardagi To'xta Axunning naqadar qovul, mard odamligi, bir o'tirishida bir qo'yning go'shtini yeb qo'yib qo'pib ketadiganligi, o'zi yolg'iz 3 odamning ishini qiladiganligi, yurtga kelgan har bir odamni qo'y kala teriydigan yer bo'lib berib kutib oldiganligi, yurtni qandoq odillik, keng qo'lliq bilan so'raganligi, Qutlug' hoji kechikida yo'q bo'lib ketganda To'xtaqning qandoq un silib yig'laganligi, og'isi Oyxonning kunda kent beshidagi do'nga berib yiroqqa qarab o'tirib oldiganligi, Qutlug' hojining Qur'on oyatlariga tafsir etib, kishilar ma'nosini bilmay o'qib kelgan oyatlarning ma'nosini, qandoq so'rinda qaysini o'qishni o'rgatganligini so'zlashdi. Kentda o'tkazilgan to'y-to'kin murosimlar buvaylar bularni so'zlashni unutib qolmaydi. To'g'riqliklar bu yurtni barpo qilgan bu kishilarni va ularning avlodlarini hurmatlaydi. Garchi Helimaxon hozir nomrodlashib qolgan, Vilaxonlar boylik va kuchidan ayrilgan bo'lsa-mu, ularni yanada cho'ng ko'radi. Ular yana Solih Bobkorning naqadar marganligi va qo'rqmasligini, Oysixon baxshini, uzun pochoq akufkalarni eslashadi. Ular mushu yerda bola o'qitgan bir yosh muallim bilan mushu yerlik nomrod dehqonning qizi Zaynabning ishlarini so'zlashadi. Zaynabga uvol bo'lgan, uni olmoqchi bo'lgan yigit taraf noahlilik qilib qo'ygan, lekin ashu muallimimizda bo'lgan yigit ekan deyishadi. Shu yerga kelganda kimdir bir gapni bo'lib, shaharga borganlari ko'rib ekan, ular noyati esil uylarda turdi ekan. Zaynabxon shaharning xinimlarideklar bo'lib ketibdi ekanmish, deydi. Shuning bilan parang bugungi to'yga, ya'ni kimlarning to'y qilmoqchi ekanligiga yo'tkiladi. Ular toki ayollar bilan yigitlar qizni ko'chirib kelguncha shundoq o'tirishadi. To'xta qari hujur uyining eshigidan kirib, yuragi do'pildigan holda eshik to'yda birpas turib qoldi. Yipdek inchiga is chiqarib kuyayotgan jin chiroqning g'uva yo'rqida oq g'ijam ro'molning tagida o'tirgan Zaynab uning ko'ziga xuddi hella g'oyib bo'lib ketadigan xiyoliy parizatdek ko'rindi. Shu hamon yuragidan ko'tarilgan issiq bir iqim butun vujudiga taradi. U ittik Zaynabning yeniga keldi. Ro'mol yenik silkinatdi. Zaynab titrab atgandek yoki yig'lab atgandek qiladi. Uning birdilla Zaynab ichi og'rib ketdi. U Zaynabni g'ijim ro'molning ustidan la quchoqlab oldi. Quchqidagi Zaynab uningga qo'zi chaqda kichkina ojiz bilindi. Nima bo'lding Zaynab? Nimishqa yig'laysan? Zaynabning o'g'riq teni texim kuchlik silkindi. Zaynab esa deb yig'lashga boshladi. Nima bo'lding? Yoki menga mayling yo'qmidi? Undaq emas. Men qo'rqid ekanman. Nimadan qo'rqsan? Mendanmi? Zaynab javob bermadi. Uning yig'isi pasaydi, ammo u gap qilmaydi. Orlab xo'rsini qo'yadi. Badani muzdek, teg'ichi titrab turadi. To'xta qari Zaynabning kichik bolni tavratgandek yengil tavritib sochlarini siladi. Ko'nglida uni cho'ng qizlardek ko'rsatib turg'ini mushu qo'yiq ham uzun sochlar ekan deb o'yladi.
Sen neçe yaşqa kirding Zeynep? Rastdan dep baqa. 10-15 ga. Dadang seni 18 ga kirdi dep dikan-ku. Nemishqa shundaq deydi? Men bilmedim. Sen teği çoğ bolmapsan Zeynep. Sen menden qorqmagın. Sen manga ağı yerge orun selip bergin. Yana bir gap, bu ishni hech kimga dema. Zeynep birdilla yengilab qolgandek bo'lib, chaqqonlik bilan yerga tushdi. G'ijim ro'molni qo'ziqqa ilib qo'yib, supining ichkirisiga ayrim o'rin soldi. To'xti qari kiyimini silib, yetib bo'lguncha pagakda beshini silib, qo'l bog'lab turdi. Turdi qari yetib bo'lganda putining uchida ko'tarilib, qora chirog'ini po'lab o'chirib, tevish chiqarmay o'ziga o'rin soldi. Tünglikten tushib turgan sus yo'ruqliq tugilib o'ltirgan Zeynepning yumaloq kelgan nozik murisini xira-xira yo'rtib turardi. To'xti qari uning asta suzilib yotqanga kirib yotganini tasda ilg'i qilaldi. Bir hazada qorong'ulikdan uning titrak ovoz anglandi. Әдегәлlikka yengillar nima deb qolar ekan? Ha rost, ular seni qanday qilsaq bo'lar? Zeynep xo'rsindi. Arqadan hujurni jimjitlik qapladi. To'xti qari qorong'ulikqa qancha tikilib qarabmi, Zeynepning qanday holatda ekanligini ko'rolmadi. Uning yengil tiniq ovozimi anglanmaydi. Zeynep to'xti qari shipirlagan tevishni anglab, beshini ko'tarib bo'lguncha Zeynep uning yo'lqinning ichiga kirdi. Xuddi pichoqqa beshini tutib turgan qo'zdek itoatli bilan uning yonida so'zlab yotdi. U tez-tez nafas oladi. Badani bilinmas titraydi. To'xti qari asta yenichi bo'lib Zeynepning yuzini sildi. Uning qo'li tekkanda qizning nam kirpiklari o'rkigan qushning qanotidek lipildab ketdi. U qizning murisidan tutib astag'ina o'ziga qaratdi. Qizning badanidagi titrak uningga o'tgandek bo'ldi. Uning yig'ilg'usi keldi. Zeynep itoatmandlik bilan uning maylisiga bosh qo'yib cho'nqir tindi. Uning yumran tenidan, chochlaridan, tiniqidan tarqalgan sus mazalik hid bu hidni hech narsaga o'xshatqili bo'lmaydi. To'xti qarining yuragini do'pildatib, nafsini teziltirdi. Zeynep 2-yili bir o'g'il tug'di. Uning o'ngi cho'ng dadisi Heli Mahunga o'xshash oq seriq, ko'zlari yeshilga moyiladi. To'nglikdan tushgan yo'riqlikda bo'g'aqning qizg'ish terisidagi yumran seriq tuklar oltindek voldaydi. Cho'nglar uni umr uzun bo'lsin, ishchan dehqon bo'lsin deb ismini Turdi Ahun qo'ydi. Turdi Ahun yeshiga to'shmayla u yana sezik bo'ldi. Ikkinchi o'g'il bug'doy yo'g'on bosh, qoshlari qo'yiq, noyda jonliq edi. Zeynepning bo'ynidagi kakri va marjonga eslibla olsa zodi qo'yib bermaydi. 40 kunlik bo'lgan chog'larida 3-4 yoshlik bolalardek eg'ir edi. Zeynep uni ko'tarib onasining uyiga berib, kelguncha herib hasrab ketardi. Ular uni Rustami dastondek palvon bo'lsin deb ismini Rustam qo'ydi. Zeynep bu uyga kelin bo'lib kirgandan buyon kundan kunga rang tuzab, to'lib, qizil guldek echilib ketayotdi. U o'g'illarining birini ko'tarib, birini yetlab yurib, hamma ishga yetishadi. To'xti qari Heli bo'shkinida, Heli qozon beshida, Heli molning orqasida yugurib yurgan Zeynepga qarab, ichida uningga amroqligi keladi. Qo'lidan kelishicha ba'zi ishlarni tan qilishib, uning yukini yengiltishga urinadi. Heli Mahun bilan Nusratxonmi gapi ochiq, oyog'i yengil bu kelinni qizidan ortiq ko'radi. O'zlari yolg'iz qolganda bu kelinimiz qiz bola bo'lgani bilan dadisi Velaxunni do'rabdi. U hozirga qerib qoldi. Yosh vaqtida shundoq ichi kuchlik. Әдәден кешкіше ішлеп бармайдыған, башлаған ішіні ақырға ачықмығычы болды қылмайдыған адам еді дейішетті.